Biz doim aytamiz, istixora o'sha Alloh taolodan xayr talab qilish degani. Qachon banda istixora qiladi, Alloh taolo menga yaxshilik bitadi, meni o'zimdan ko'ra yaxshiroq biladi, menga o'zimdan ko'ra mehribon degan aqidalar bo'lsa, shu aqidalarni asosida istixora qiladi. Lekin bir kishi istixora qilsa-yu, aytgan narsam albatta mana shuni qilaman baribir deb turib oladigan bo'lsa, istixora qilgandan keyin bosim o'tkazadigan bo'lsa, o'sha ishni bitkazishga masalan, unda istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti shuki, sababni keltirib natijaga bosim bermaysiz. Bitta qizga uylanmoqchisiz. Sabab nima? Rag'batingizni izhor qilish, o'zingizni tanitishingiz bo'ldi. Bosim o'tkazib olish emas. Ammasiga aytib, amakisiga aytib, domlani o'rtaga solib, hokimni o'rtaga solib yo'q. Siz shu qizga osovchi bo'ldingizmi, bo'ldi. Sabab shu. Ya'ni siz o'zingizni tanitdingiz va talabingizni, rag'batingizni izhor qildingiz. Bo'ldi. Natija u qizni rozi bo'lishi, otani rozi bo'lishi sizga berish. Uni Allohga tashlaysiz. Istixorani sharti shu. Safarga chiqmoqchisiz. Istixora qilasiz. Alloh taolodan so'raysiz. Allohumma inni astakhiruka bi ilmik. Seni ilmingdan xayr so'rayman deb duo qilasiz. O'sha istixoraning duosi. Agar ish oson yursa, chipta osongina topilsa, chiptaga pul ham oson hosil bo'lsa, yo'lingiz oson kelishsa, demak istixoraning javobi shu bo'ladi. Shu yerda istixorani bir necha qoidasini biz bilib olishimiz kerak. Birinchi istixora yuqorida aytganimizdek, Alloh subhanahu va taoloning ilmiga, qudratiga va rahmatiga tayanishdan kelib chiqadi. Ilmiga, rahmatiga, qudratiga tayanmasangiz istixora qilmay qo'yirish kerak. Ilmiga tayanishingiz Alloh taolo menga foydali narsani mendan ko'ra yaxshi biladi deganingiz. Va oqibatni men bilmayman, Alloh biladi deganingiz. Ikkinchi qudratiga tayanishingiz. Alloh taolo istagan narsagina bo'ladi va Alloh taolo menga yaxshilikni yaratib berishga qodir. Men o'zimga o'zim yaxshilik yaratishga qodir emasman. Uchinchisi rahmatiga iymon. Alloh taolo menga o'zimdan ko'ra mehribon, shuning uchun ishimni unga topshirsam, men o'zim reja qilgandan ko'ra uni tadbiri yaxshiroq bo'ladi. Menga yaxshilikni mendan ko'ra ko'proq qiladi, ato qiladi. Degan aqida bo'lsa, shu odam istixora qiladi. Shu aqidalar asosida. Shu aqida bo'ldimi, u aqida bo'lsa tebranmasligi kerakki. Birinchi qoida shu aqidalar shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchi qoida hadis sharifda iza hamma ahadukum, birovingiz bir ishga jazm qilsa, qasd qilsa deganlar. Ikkilansa emas. Biz ko'pincha tushunamizki, istixorani ikkilanganda qiladi deb tushunadi ko'pchilik. Ikkilanmasa, o'zini kallasi aqli bir narsaga so'ramasdan qilaveradi Allohdan. Duo ham qilmasdan. Falonchiga 50 ming bersam, 15 ming bersam, faloncha qolar ekan desa, ko'zi yetsa, top etib berib qo'yadi. Istixora qilib o'tirmaydi. Falonchining qizini olsam yaxshi bo'ladi desa, top etib olib qo'yadi haligi. Qachonki unga yoki qiziga sovchi kelsa, o'ylagan joyidan shart delaveradi. Qachonki ikkilansa, o'shanda istixora qilish bor bizda. Qiziga sovchi kelgan, Mahmudjondan ham kelgan, Karimjondan ham kelgan. Salimjondan ham kelgan. Karimga beraymi, Salimga beraymi deb istixora qiladi. Karim kelgan paytida yoqib qolgan bo'lsa, istixora qilmasam beraveradi. Yo'q. Ikkilangan paytda istixora qilinmaydi. Istixora ikkilanishga qilinmaydi. Istixora jazm qilinganda qilinadi. Qaror berilganda qilinadi. Qaror berilganda qadam bosishdan oldin qilinadi. Ikkilangandan-chi, ikkilanganda mashvarat qilinadi, maslahat qilinadi, tafakkur qilinadi. Ikkilanganingizda tafakkur qilasiz, mashvarat qilasiz. Keyin bir tomonga qaroringiz keladi. Qaroringiz kelgan paytida keyin istixora qilasiz. Shuning uchun hadis sharifda iza taraddada ahadukum mas, ikkilansa emas, iza hamma ahadukum, birortangiz qaror qilsa bir ishga, qandoqki bir salmoqli ishga qaror qilsa, har qanday, u dunyoviy bo'lsin, uxroviy bo'lsa ham mayli, madrasa qurish bo'lsa ham mayli, masalan, yoki falon ustozga shogird tushish bo'lsa ham mayli. Endi istixoraning javobi qanday bo'ladi? Istixoraning javobi tushida ayon bo'lishi mumkin ba'zi odamga. Agar uni ruhiyati olami misolga o'tadigan darajaga o'tgan bo'lsa. Tushida ayon bo'lmasligi mumkin, ko'ngliga tushishi mumkin, bir tomonga rag'bati oshishi mumkin. Lekin bu ikkalasi ham asos emas. Asos undan keyingi ishni yurishi. Ish yurishi osonlashsa, qulaylashib ketsa, istixoraning javobi o'sha bo'ladi. Qil deyotgan bo'ladi o'shani. To'siq paydo bo'lsa, noqulaylashsa, qilma deyotgan bo'ladi. To'xtash kerak o'shni. Falon uy olaman dedingiz. Istixora qilganingizdan keyin
egasi uzratib qoladi. Yoki ish chiqib qoladi. Cho'ziladi. Nimasidir o'xshamay qolaveradi. Shuni olaman dedimmi, olaman deb bosim o'tkazmaslik kerak, tashlab qo'yish kerak. Agar yurib ketsa, o'zidan sababni keltirgansiz, xardor bo'lgansiz, bo'ldi. Oson yurib ketsa, keyin istixoraning javobi shuni qil deyotgan bo'ladi. Yurishga qiynalsa, istixoraning javobi o'sha qilma deyotgan bo'ladi. Gohida ba'zi odam masalan bir qizga ko'ngil qo'yadi-da, istixora qiladi keyin ko'nglim chopyapti deydi. Faqat qiz dadasi unamayapti deydi. O'sha istixoraning javobi bo'ladi. Qiz dadasi unamayapti-yu, istixoraning javobi o'sha. Men ko'nglim chopyapti, istixoraning javobi ha deb bo'lmaydi. U istixora qilmasa ham chopayotgan ko'ngil u. Tushiga ham ko'rishi mumkin, farzand ham ko'rishi mumkin tushida. Lekin u javob emas. Istixoraning javobi dadasi unamayaptimi? Yo qiz istixorasi ijobat bo'lyapti, unga xayr emas bu yigit. Yaxshilik emas. Yoki o'sha yigitni duosi ijobat bo'lyapti, yaxshilik o'sha qizda emas bunga. Yo u qizda yaxshilik yo'q bunga. Masalan, hamma tomon yaxshi bo'lishi mumkin, farzand ko'rmasligi mumkin bundan. Yo'inki undan ko'ra yaxshisini Alloh bitayotgan bo'ladi bu yigitga. O'shaning uchun istixoraning sharti natijaga bosim o'tkazmaslik. Sababni keltirib Allohga tashlab qo'yish. Duo shuni ifoda qiladi. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik. Alloh, men seni ilming vositasida yaxshilik talab qilaman. Sendan yaxshilik so'rayman. Sendan so'rayman yaxshilikni. O'zim hosil qilaman emas. Siz o'zim hosil qilaman, o'zimni baxtimni o'zim topaman, o'zim bilaman deydigan bo'lsangiz, istixora qilib qo'yavering. Undan keyin mayli, baxt topsangiz ham mayli, topmasangiz ham mayli. Lekin istixora qilmang. Istixorangiz yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti siz bosim o'tkazmaysizki. Astakhiruka, sendan xayr talab qilaman, yaxshilik. O'zim topaman emas. Bi'ilmika, ilmingni vosita qilib. Chunki menga nima yaxshi sen bilasan. Va astaqdiruka biqudratik. Seni qudratingdan qudrat so'rayman. Inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik va as'aluka min fadlik. Va seni fazlingdan so'rayman. Fa innaka taqdir va la aqdir. Chunki sen qadar qilasan. Sen qodirsan, men qodir emasman. Va ta'lam va la a'lam. Sen bilasan, men bilmayman. Va anta allamul g'uyub. Sen g'ayblarni bilguvchisan. Mana shu yerda banda o'zidan voz kechgan bo'ladi. O'zini bilimidan ham voz kechgan bo'ladi. O'zini qudratidan ham tongan bo'ladi. O'zini aqlidan ham tongan bo'ladi. Hammasini Allohga topshirgan bo'ladi. Shu tuyg'u bo'lmasa istixora kerak emas. U odam marhamat qilaversin, sabablarga tayangan holatda natija ko'rishi mumkin. Lekin istixora qilmas. Istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixora qildimi, sharti o'zidagi ilmdan, mana shu odamdan men baxt topaman degan ilmni yo'qotish kerak, o'zidan chiqarish kerak esidan. Shu ishdan men foyda topaman degan narsani kalladan chiqarish kerak. O'zini ilmidan voz kechish kerak. U qaror qilguncha ilmini ishlatgan, maslahat qilgan, mashvara qilgan, qaror qilguncha qilgan. Qaror qildimi, endi Allohga topshiradi, o'zidan kechadi endi. Kallasini ishlatmasdan qismas ishni. Ishni qaroriga kelguncha ishlatib bo'lgan kallani. Ilmni ham hamma narsani ishlatib bo'lgan, tajribani ham. Lekin istixoraga kelgan paytda o'zidagi bor o'sha quvvat, qudrat, ilm, tajriba hammasidan voz kechib turib Allohga tashlab qo'yadi endi. Endi ishlatmaslik kerak ularni istixorada. Iza hamma deganda, qaror qilgan deganda, qaror qilguncha ularni ishlatish kerak. Qaror qilishga kelgan paytida istixora qilsin-da ularni o'zidan tonsin. Keyin davomida duo qiladiki, in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, mana shu ishni agar keyin yusammihi deydi. Shu ishni aytadi. An atazawwaja bi Maryama masalan, Maryamga uylanishim, Fotimaga uylanishim, Karimjon bilan ish qilishim, falon ko'chadagi uyni olishim, falon ishni qilishim, tili bilan aytadi u yog'ini. Khayrul li fi dini va ma'ashi va aqibati amri. Dinim uchun, hayotim uchun va oqibatim uchun yaxshi bo'lsa, ishimni oqibati uchun yaxshi bo'lsa, buni bitgin menga va oson qilgin menga uni va unda menga baraka bergin. Qarang, birinchi sharti dinimda yaxshi bo'lsin menga. Gohida sizga boylik dunyoyingizga yaxshi bo'lishi mumkin, diningizga yomon bo'ladi. Gohida o'sha erkak yoki o'sha ayol dunyoyingizga yaxshi bo'lishi mumkin, diningizga yomon bo'lishi mumkin. Yoki oqibati amr, ishingizning oqibatiga yaxshi bo'lmasligi mumkin. Boshida 5 yil baxtli yashaysiz, keyin taloq qilib olish mumkin. Yoki bir ishdan boshida foyda ko'rasiz, million, keyin oldingi sarmoyani ham qo'shib ketish mumkin.
ishimni oqibatida yaxshi bo'lsa, dinimda yaxshi bo'lsa va maoshimda, ayni hayotimda yaxshi bo'lsa va oqibatimda yaxshi bo'lsa, qarang, to'la yaxshilikni qamraganda duo. Agar diningizda yaxshilik bo'lsa o'sha ish, hayotingizga yaxshilik bo'lsa o'sha ish, hayotingizga ham vaqtincha emas, oqibatingizga ham yaxshilik bo'lsa agar, demak o'sha ish qo'ldan chiqarilmaydigan ish bo'ladi. Faktubhuli, menga buni bitkin, men qo'limdan kelmaydi. Va yassirhuli, va uni menga oson qil, va barikli fi, va unda menga baraka ber. Rasul akram alayhissalom duolarini qarang, uni menga bitkin, bitishni o'zi emas, oson qilib bergan. Shuning uchun ijobat bo'lgan bo'lsa, istixora, ish osonlashib ketadi. Shu duoning ijobatini belgisi shu. Ish istixoradan keyin ish yurishib ketishi, osonlashib ketishi, unamayotgan qizni otasi o'zi telefon qilib unab qolishi, aynib turgan sherikni birga ishlaymiz deb qolishi, unamay turgan uyni egasi telefon qilib olasizmi uyni deb qolishi, masalan. Mana shular fayassirhuli, menga oson qilgin degan ijobatning o'sha qismini ijobati bo'ladi. Summa barikli fi, keyin o'shanda menga baraka ber. Baraka nima? Unuvchi, o'suvchi yaxshilik degan baraka. Yaxshilik, o'suvchi yaxshilik. O'suvchi yaxshilik so'ralishining sababi, banda gohida bir narsadan yaxshilik ko'radi-da, keyin zarar kelishi mumkin yoki yaxshilik to'xtashi mumkin. To'xtamasligi uchun o'suvchi yaxshilik beriladi unga. Ya o'suvchi yaxshilik nimadagi berilgan bo'lsa, u odamda o'sha narsadan yomonlik kelmaydi. Sizga gohida bir narsadan yaxshilik keladi. Ketidan o'sha narsaning o'zidan ziyon kelishi mumkin. Sizga masalan ko'k choy foyda qilishi mumkin boshida. Lekin jigaringizga foyda qiladi, jigaringiz yuvadi. Lekin oqibatda ko'p ishingizdan o'tingiz yomon qilib qo'yishi mumkin. O'shani orqasidan yomonlik kelishi mumkin-da, yaxshilik ham keladi, yomonlik ham ergashishi mumkin. Baraka so'ralsa, o'suvchi yaxshilik keladi faqat undan, ya'ni yomonlik kelmaydi. Va in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri, agar shu narsa meni dinimda yoki hayotimda yoki oqibatimda, ishimning oqibatida yomonlik bo'ladigan bo'lsa menga, fasrifhu anni, uni meni undan uzoq qil, yiroq qil, burib tashla. Fasrifhu anni wasrifni anhu da, uni mendan nari qil deyapsizmi? O'sha qiz dadasi aynib qolsa, mana shu jumla ijobat bo'lgan bo'ladi. Haligi sherigingiz aynib olgan bo'lsa, ishdan, mana shu jumla ijobat bo'lgan bo'ladi. Wasrifni anhu, agar ko'ngli sovib qolsa, ikkinchi jumla ijobat bo'lgan bo'ladi. Meni undan burgin deyapsiz. Wasrifni anhu ijobat bo'lgan bo'lsa, sizni ko'nglingiz burilib qoladi. Fasrifhu anni ijobat bo'lsa, u o'zi aynib qoladi, ish o'xshamay qoladi. Lekin ko'pincha inson ko'p fikrlab, qalbini Allohga topshirishni bilmagani uchun, qalbida Allohning ilqosi bilan shaytonning ilqosini ajrata olmagani uchun, qalbdagi narsaga ko'pincha ogoh bo'la olmaydi. Shuning uchun ikkinchi jihati, ya'ni ishni o'xshamaslik tomoni sizga ko'proq dalolat bo'ladi. Qilma deyishlikka. Endi shuni qilgandan keyin banda duoni davomini yana o'qiydigan bo'lsak, aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalatu vassalam, "Waqdur liyal khayr, haythu kan." Qayerda bo'lmasin menga yaxshilik bitgan. Ya'ni shu narsani menga nasib qilsang ham yaxshilik bo'lsin, mendan bursang ham yaxshilik bo'lsin, mendan daf qilsang ham yaxshilik bo'lsin. Xo'p, buni nasib qilmadingmi, boshqa yerda menga yaxshilik bergin. Summa ardini bihi. Keyin o'sha yaxshilik bilan meni rozi qilib qo'y. Chunki yaxshilik hosil bo'lib ham rozilik hosil bo'lmasligi mumkin. Natijada odam saodat tuymaydi. Meni bir 10 ming dollar pulim bo'lsa, yo'q, bir maza qilib, sarmoya qilib, berib qo'yib, maza qilib o'qisam degan bir odam bo'ladi gohida. Qo'liga 10 ming tekkandan keyin bozordan kirmay qo'yadi. Keyin to'satdan 5 mingga birov olib ketib qolsa, otib qo'ysa, kasal bo'lib qoladi. Vaqt kelib 100 ming bo'ladi, 500 ming bo'ladi. 200 mingga birov otib qo'ysa, kasal bo'lib qoladi. 300 ming turibdi. 3 ming ham yo'q paytda soppa-sog' bo'lgan. Lekin 300 ming turibdi, kasal bo'lib qoladi. Nimaga 200 ming yo'qolganiga? Saxilib ketgan qam. Men 25 ming dollar bilan saxilgan odamlarni bilaman. 25 ming pulini berib qo'yib, shundan saxilib ketgan odamlar bor. Ko'zim bilan ko'rgan. 25 ming bergan, otilgan o'zida 20 ming bor. 2 ming ham yo'q paytda soppa-sog' yurgan odam. Hali 20 ming bor. Yo'qolgan 25 mingga kasal bo'ldi. Yoki 500 mingga kasal bo'ldi. Nimaga? Rozi emas. O'zidagi bor yaxshilikdan rozi emas, u odam saodat tuya olmaydi. Falon ayolni olsam baxtli bo'laman deydi. Oladida boshqasini eslashni boshlaydi. Rozi bo'lmaydi o'sha yaxshilikdan. Kishi o'zi
o'ziga berilgan yaxshilikdan rozi bo'lmasa saodat tuyolmaydi. Unga dunyoni hamma ayolini jamlab bersiz ham, hamma molini jamlab bersiz ham baxt tuyolmaydi. Shuning uchun oxirdan rozilik so'ralyaptiki, "Summa ardini bihi." Bergan yaxshiligim bilan meni keyin rozi qilgin. Qalbimga rozilik sifatini berginki, bo'lmasa saodat tuyolmaydi inson. Mana shu istixoraning ma'nosi va istixoraning asli mazmuni. U ham sababni keltirish va ijobat, duoni qilib ijobatni Allohga tashlash, sababni keltirib natijani Allohga tashlashdan iborat. Agar natijaga bosim beradigan bo'lsangiz, hosil qilaman o'zim deb, unda istixora qilmay qo'yaverish kerak. U o'zim bilaman, o'zim yaxshiligim deyotgan bo'lasiz. U bo'lmasa Allohdan so'ramay qo'yavering. Balki Alloh bergan aql bilan bilgandirsiz. To'g'ri ketar. Lekin so'radingizmi? Demak, o'zingizdan haligi sifatlarni, ilm, qudrat va tajribalarni o'zingizdan nafiy qilib turib so'rashingiz kerak. Undan keyin faqat Allohning ishiga tashlab qo'yishingiz kerak.